228-yilda Jaloliddin mo'g'ullar tomonidan mag'lubiyatga uchraganidan so'ng Kavkaz tomon harakatlana boshladi. Uning qarshisiga gruzin va arman qo'shinlaridan tashkil topgan 40 ming kishilik katta bir qo'shin chiqdi. Jaloliddin Gruziya qo'mondoni Ivanega jang boshlanishidan avval xabar yuborib, yakkama-yakka jang taklif qildi. Ivane bu chaqiruvni qabul qildi. Ivane o'z lashkaridan eng mohir 4 jangchini tanlab oldinga chiqardi. Jaloliddinning ham 4 jangchi chiqarishi kutilayotgan edi, ammo shu onda tarixda juda kam uchraydigan voqea yuz berdi. Jaloliddinning o'zi maydonga chiqdi. U barcha ogohlantirishlarga qaramay 4 jangchiga yolg'iz o'zi qarshi turishini ma'lum qildi. Bu hayot-mamot jangi edi. Yoki o'lasan, yoki tirik qolasan. Butun qo'shin hayratda qoldi. Hukmdorning o'zi jangga kirishi sarkardalar va askarlarni tashvishga soldi. Ammo Jaloliddin hech bir ikkilanmasdan oldinga yurdi. Jang boshlandi. Jaloliddin ularga qarshi dahshatli kurash olib bordi. U 4 jangchini birma-bir yer tishlatdi. Uning shiddati va mahorati jang maydonini larzaga soldi. Jasur yurakli sulton o'z qo'shiniga g'alaba ishonchini bag'ishladi. U o'z davrining terminatori kabi urushdi. Bu manzarani ko'rgan Jaloliddinning qo'shini g'ayrat va shavq bilan dushmanga qarshi oldinga intildi. Endi ularni to'xtatib bo'lmasdi. Hatto Amir Temurning buyuk qo'shini ham bu darajadagi ilhomlangan qo'shinni to'xtata olmas edi balki. Ushbu shonli g'alabadan so'ng Jaloliddin Gruziya yerlarida qaytadan Xorazmshohlar davlatini tikladi. Jaloliddin Manguberdi halok bo'lganida hech kim bunga ishonmadi. Uning ruhi bilan yo'g'rilgan askarlari hamisha uni kutishdi. Go'yo u hech qachon o'limga bo'ysunmaydigandek tuyulardi. U qaytishi kerak edi, lekin Jaloliddin qaytmadi. Atigi 33 yil yashagan bu inson tarixning shunday og'ir burilish nuqtalarida kurashdi. Deyarli 80 yillik ishni shu qisqa umri ichida ado etdi. Hech qachon to'xtamadi, hech qachon taslim bo'lmadi. O'z xalqining sharafi, vatanining ozodligi yo'lida so'nggi lahzalarigacha kurashdi. Ko'pchilik Jaloliddinning atigi 33 yoshida vafot etganiga ishonmaydi. Axir shuncha ishni bunday qisqa hayot davomida qanday amalga oshirishi mumkin deya hayron qoladilar. Ha, bu haqiqat. Chunki u oddiy inson emas edi. U tarix sahnasiga mardlik va jasorat bilan chiqqan bizning shonli otamiz edi. Unutmaylik, biz Jaloliddinning avlodlarimiz. U kabi biz ham qisqa umri ichida buyuk ishlarni amalga oshira olamiz. Uning ruhi, jasorati va kurashi bizga